Nimaga uyqusiryapsan? Bolam mazasi yo'q. Kechasi bilan sitmaladi. Qaradim. Eringchi? Ering bolaga qaramaydimi? Ular dissertatsiya yozyaptilar. Bo'lmasa qarardilar. Dissertatsiyasini nima qilib berardi? Bolaga qaramaydimi? Assalomu alaykum. Yuvilgan naskilarim qayerda? Shkafni pastidagi polkada. Ey, qachongacha eringni sassiq naskisini yuvasan? Erim dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgani uchun universitet 800 ming so'm pul beribdi. O'sha pulni hammasiga qaynotamga bosh oyoq kiyim olib beribdi. Baraka topsin. Voy. Xizmatni sen qilasan. U otasiga kiyim olib beradi. Sengachi? Ha, конечно, olib bermaydi. Eringni boshqa puli ham yo'q. Assalomu alaykum. Gulim, tushlikka ovqat bormi? Muzlatgichga qo'yib qo'yganman. Gulimmish. Shunaqa ham gul bo'ladimi? So'lib yotibsan-u. Eringda faqat quruq gap. Bu qadar lo'q bo'lma. Menga qara, shartda ayt. Menga uhod kerak degan. Bir oyda pardozim uchun $400, kiyim-kechagim uchun $700 rasxotim bor degan. Hech bo'lmaganda jentro olib bersin. Agar shularni olib bermasa, nimaga kerak? Allo, Qayerdasan? dugonam bilan kafedaman. Shu mahalda-ya? Tez uyga kel. Puldorlik davrida yashayapmiz. Nima qildi? Kechasi 11 bo'lgan bo'lsa, senga erkinlik kerak. Siz meni baxtli qilishingizga ko'zim yetmayapti. Balki Bo'ldi. Men seni tushundim. Inson hayotga bir marta keladi. Mazza qilib o'zi uchun yashashi kerak. Ana endi sen bilan gapimiz qovushadi. Bizni bezovta ham qilishmaydi. Короче, indinga qizlar bilan gap. Kechasi bo'ladi. Sen ham borasan. Seni hozir Telegramdagi gruppamga tanishtiraman. Salom, erkin qushlarim. Safimiz yana bittaga kengaydi. Surpriz! Bu qizning ismi Malika. Kecha erkin qushga aylandi. Indinga gapga birga olib boraman. Paka. Hisobni berib yuboringlar. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat $700 million $110 Ha, Mabodo hisobda adashmadingizmi? yo'q, adashmadim. 700 million 110 ming. 110 mingi hozirgi yegan ovqatinglarning puli. 700 million esa siz buzib yuborgan bir oilani tovon puli. Meni buncha pulim yo'q. Hech qisi yo'q. Bo'lib to'lash imkoningiz ham bor. Chunki bizning oilamizni ham sekin buzib tashladingiz. Farzandlaringiz bormi? 2 qizim bor. Ular ham ertaga erkin qush bo'lishadimi?